Nigora, nega arqon ko'tarib yuribsiz? Nimaga bu arqon? O'g'lingizga. Voy, ha, o'g'lim nima qilarkan arqonni? Oyijon, men shunaqa qilmasam bo'lmaydi. Boylab qo'ymoqchimisiz o'g'limni? Bu nima qiliq, a? Bir kami endi shu o'g'limni boylab qo'yishingiz qoluvdi. Axir u odam-ku, hayvon emas-ku. Qanaqasiga arqon bilan bog'lab qo'yadi, tirik odammi? O'g'lingiz necha marta kasalxonada yotgan bo'lsalar ham qochib keldilar. Men kech bo'lmasdan o'g'lingizni qaytarib olishim kerak. Yo'q, qizim. Men unaqa qila olmayman. Yo'q. Oyijon, siz hech nimadan xavotir olmang. Men o'zim boylab qo'yaman. Hamma narsasiga o'zim qarayman, o'zim yonlarida bo'laman. Bundan boshqa ilojimiz yo'q, oyijon. Bunaqa qiladigan bo'lsangiz-chi, onangiznikiga keta qoling, o'zim qarayman o'g'limga. Men qayerga boraman, oyijon? Allohim biz shuncha vaqtdan beri kutgan farzandni endigina berdi. Nimaga men tug'iladigan farzandimga giyohvandni bolasi degan tabg'ani bosishim kerak, oyijon? Nahotki o'g'lingizni ko'zimiz oldida jivormak bo'layotganiga jim qarab turamiz. Oy xudoyim. Siz o'g'lingiz tirikligida shuncha yig'layapsiz. Ertaga shu og'u olib ketib qolsa nima qilamiz, oyijon? Jon, oyijon, siz menga ishoning. Men faqat farzandimni otasi sog'lom bo'lishi uchun kurashyapman. Axir bolam itga o'xshab bog'lanib turadimi? Agar o'g'lingizni salomatligi muhim bo'lsa, kuchli bo'lishingiz kerak, oyijon. Unda menga va'da bering. O'g'limni tuzatasiz, harakat qilasiz, saqlab qolishga. Va'da beraman, oyijon. Mana ko'rasiz, hali o'g'lingiz sog'ayib ketadilar. Ilohim aytganingizga rahmat qizim. Rahmat sizga.